Vodildamiz. Xudo xolasa mana 1.5 lik pechkamizni olib kelib o'rnatishlari bilan qilib berdik. 2 g'ish xong'ish devorga o'zimiz chiroyli holatda o'zimizga yarasha ochib, chiroyli holatda qilib berganmiz. Bu yerda sinch chiqib qoldi. Sinchiga issiq urmasligi uchun shunaqa holatda g'ish urib yubordik mana akalar, ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerga mana 250 ta atrofida g'ish ketdi, ugonli ketdi. Azbesturba 125 lik azbesturba ketdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, pechkamiz yonishlari juda go'zal, tortishlari ham juda go'zal holatda bo'lgan. Salaringiz bo'ladi mana. Umuman bu yoqqa tutun qaytarmasdan juda zo'r holatda yonadi, tortadi. O'rlari zigzag qilsak ham shunaqa zo'r tortadi akalar. O'rlarni aborotlar qilganmiz bu yerda, 2-3 ta aborot bo'ladi. Baribir zo'r tortadi akalar mo'rlari. Pechkalarimiz ham sifatli akalar. Pechkalar xudo xolasa sizga 10-15 yil, 20 yil ham xizmat qila oladigan pechka bo'ladi. Lislarining qalinligi sababi 4 mm da bo'ladi. Qalin lis, juda sifatli, yangi rossiyskiy ishlatib qilingan pechkalar akalar. Mana turbalaridan ham ancha issiq chiqadi. Bu yerga bu narsa qo'yib foydalanib, issiq foydalansa bo'laveradigan joy bo'ladi. Mana choynaklar qo'yib qo'ysanglar, issiq turaveradi akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy ichi 3 million so'm qilib beryapmiz. Biz bu narsalar bilan mana shu holatda kelishamiz, telefon qila olinglar. Arzonroq chiqishi ham mumkin. Uyingiz yaqinligiga, joyingiz holatiga qarab, devoringizga qarab narxi chiqadi. Bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi. Vodiy ichi bir kunda ishingizni bitkazib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab ham qilib beraveramiz. Tojikistonlarga ham chiqib berganmiz. Unaqa Tojikistonlik klientlar bo'lsa, Qirg'izistonlik klientlar bo'lsa, telefon qilinglar va Telegramdan yozinglar, kelishamiz akalar. Pechkalarimiz bu 1.5 lik o'sha 5 ga 4 dan 2 ta xonani isitadigan pechkamiz. Bemalol 5 ga 4 dan 40 kvadrat joyda isitaveradi. Katta xona bo'lsa, keyin katta pechka qo'yganinglar yaxshi. Unaqa xonalar bo'lsa, mana shu 1.5 lik bemalol yetib ortadi akalar. Orqa tarafdan ko'rinishi qolib, svetimiz uzilib qoldi, qorong'i holatda bo'lib ketib qoldi. Nima qilmaysizlar? Ko'rinyapti, mana 1.5 lik pechkamiz orqasi ham juda zo'r isitib yuboradi, xopkalari bor. Issiq zo'r chiqadi. Svet o'chib qolganligi uchun qorong'i holatda video olinyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar, videoga like bosib qo'yinglar. Yaqinda xudo xolasa yangi aksiyalar, o'yinlar uyushtiramiz. Xudo xolasa yaxshi kontentlar, qiziqarli videolar ishlab boramiz.